Dunyoda borsizki aziz insonim, olamni shodlikka to'ldirib yashang. Siz bilan hamsuhbat bo'lgan har dilni chehrasin quvonchga to'ldirib yashang. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Siz azizlar bilan loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizdan behad mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson, Ersax korporatsiyasida faoliyat yurituvchi lider, ishbilarmon ayol Surayyoxon Ergashevaga yo'llab qo'yamiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Surayyoxon Ergasheva bilan bog'landikmi? Ha, menman. Salomatmisiz, omonmisiz? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan Nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni go'zal dil izhorlari loyihasidan bezovta qilayapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Rahmat, kattakon. Surayyoxon, bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz baxtiga hamisha sog', salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat. Bilasizmi Surayyoxon, sizni bugungi quvonchli kuningizda kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar va go'zal dil izhorlari yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxminingiz bormi? Bilmadim, endi yaqinlarim bo'lishi mumkin. Keyin birga ishlaydigan opalarim bo'lishi mumkin. Chunki juda ham yaqin bo'lib ketganmiz shu insonlar bilan. Oila a'zolarim bo'lishi mumkin. Albatta, barchamiz bunday quvonchli kunlarda go'zal dil izhorlarini va samimiy tilaklarni o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Surayyoxon, ayni damda biz sizni bugungi quvonchli kuningiz bilan Ersax korporatsiyasi jamoasidagi shogirdlaringiz, hamkasblaringiz Yulduzxon Bo'taboyeva, Odinaxon Yusupova hamda Fotimaxon G'aybullayevalar nomlaridan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Voy, rahmat, kattakon, juda ham xursand bo'ldim. Bilasizmi Surayyoxon, ular sizni juda ham hurmat qilib, qadrlar ekanlar. Bugun ustozimizni quvonchli kunlarida ularni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, xursand qilishni niyat qilgan edik. Shu boisdan sizning loyihangizga o'zimizni go'zal dil izhorlarimizni yo'lladik. Surayyoxon uchun atalgan ushbu dil izhorlarimizni ularga o'qib eshittirsangiz deya so'raganlar. Ayni dam ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, yaqinlaringizni, hamkasblaringizni siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Ha, tayyorman, rahmat. Assalomu alaykum. Biz uchun juda ham qadrli bo'lgan Ersax korporatsiyasi jamoasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan, biz uchun hamkasb, ham ustoz bo'lgan hurmatli Surayyoxon Ergasheva. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz bilan barcha hamkasblar nomidan samimiy tabriklaymiz. Doimo yaqinlar, jonjigarlar, hamkasblar va shogirdlar ardog'idagi aziz inson bo'lib yuring. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilib qadrlaymiz. Joningiz omon bo'lsin. 100 yoshlar bilan yuzlashib yuring. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, ijobatini ko'rib yuring. Armoningiz bo'lmasin. Hayot yo'llaringizda omadlar, muvaffaqiyatlar doimo sizga hamroh bo'lsin. Bundan da ulug' marralarni zabt etishingizda tilakdoshmiz.
farzandlaringiz rohatlarini ko'rib, dunyodagi eng baxtli ayollardan biri bo'lib yuring. Shukronalik ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon. Rahmat. Bilasizmi, Surayyoxon, siz uchun atalgan surpriz sovg'alarning bu hali hammasi emas edi. Hamkasblaringizni siz uchun yozib yo'llagan ajoyib she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham sizga o'qib eshittirsak? Xo'p. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom omad baxt. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt hech qachon. Oshufta qalbingiz to'ymasin armon. Bor bo'ling Surayyoxon, bo'ling sog' omon. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabassum bezasin yuzlaringizni. Lolalar chirmasin izlaringizni. Kulgu tark etmasin ko'zlaringizni. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dilizxonlarini sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila sizni juda ham hurmat qilib qadrlovchi hamkasblaringiz, shogirdlaringiz, qadrligimiz, hamkasb, ham ustozimiz Surayyoxon Ergasheva uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan go'zal dilizxonlarni sizga o'qib eshittirdik. Rahmat, kattakon, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Bilasizmi, Surayyoxon, siz bilan bo'lib o'tayotgan ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Shu boisdan aynidan sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, hamkasblaringiz uchun atalgan sizning ham tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng yaqinlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Rahmat, kattakon, tabrik uchun masalan bor. Juda ham xursand bo'ldim. Birga ishlayotganimizdan juda ham xursandman. Borlariga shukr. Doim qo'llab-quvvatlab kelayotganlari uchun, hurmatlari, e'tiborlari uchun Xudo xohlasa menga qanaqa mehr berishgan bo'lsa, e'tibor berishgan bo'lsa, o'zlarining ham shogirdlari, ya'ni ardog'ida bo'lib yurishlarini xohlayman. Juda ham xursand bo'ldim bugungi kun uchun, tabrik uchun. Borlariga shukr. 2-3 yil bo'layotgan bo'lsa tanishganimizga juda ham yaqin bo'lib ketdik. O'shaning uchun umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lishsin. Borlariga shukr, rahmat kattakon. Rahmat, samimiy tilaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Surayyoxon, bilasizmi, siz dunyodagi eng baxtli ayollardan biri ekansiz. Boiski sizni shunaqangi hurmat qilib qadrlaydigan, sizni kutilmagan surprizlar bilan siylaydigan hamkasblaringiz bor ekan. Ilohim mana shu yaqinlaringizni, qadrdonlaringizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan yana bir bor samimiy muborakbod etamiz. Ilohim yurtimizda siz kabi Yulduzxon Bo'taboyeva, Odinaxon Yusufova hamda Fotimaxon G'aybullaeva kabi lider, ishbilarmon ayollarimiz ko'payaversin. Shu bugunga qadar sizlar yurtimizdagi barcha xastaligi bor, o'zini salomatligi tomonidan qiynalayotgan hamkasblaringizga hamda yurtdoshlarimizga o'zlaringizni beminnat yordamingizni berib kelmoqdasiz. Bu ishlaringizni Alloh chiroyli ajrlar bilan siylasin. Bundan-da ishlaringiz yanada olg'a ketishida tilakdoshimiz. Ersoh korporatsiyasi nafaqat O'zbekiston, Turkiya, balki butun dunyo bo'ylab tarqalishini va ishlaringiz bundan-da yuksalishiga yana bir bor tilakdoshimiz. Rahmat, Allohim aytganingiz kelsin. Sizga ham kattakon rahmat, tabrik uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Opalarimga ham katta rahmat. Borlariga shukr. Rahmat, samimiy tilaklaringiz. Rahmat, tashakkur. Surayyoxon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungidek quvonchli, a'lo kayfiyat sizga doimo hamroh bo'lsin. Bugungi tug'ilgan kun ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat kattakon, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Ushbu dil tortar tarona ham siz uchun. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.